Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Payr Money kanaliga kuzatayotgan hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi top bo'lgan saytlarimizdan do'stlarim, Trompik, Dogipik, Litipik saytlaridan do'stlarim. Mana bu videoni ekrandagi suratini ko'rib kirgan bo'lsalaring, ana shu 3 ta saytdan pul chiqazib o'tamiz do'stlarim. Bu sayt bir 3 yilmi 3 yildan o'tdi chamamda. 3 yildan o'tdi. Shu vaqtdan beri ishlab kelyapti. Shu vaqtdan beri men pul chiqazib kelaman bu saytdan. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman. Bu saytdan ro'yxatdan o'tish harakat qilib hammasini ko'rsataman. Sayt manzillari video ostida kommentariyada bo'ladi. Ana endi bo'lmasa videorolikni boshladik. Birinchi bonus olishdan boshlaymiz. Mana shu yerda kapcha turgan bo'ladi. Mana shu yerda galочкачani o'rniga bitta bo'lsa sizlardek kapchadan o'tasizlar. Men hozir gold urvonidaman. Shu uchun menga 250 ming TRX satoshi berib o'tadi. Bonusni olamiz. Oldik, mana ko'rib turibsizlar. Sizlar birinchi yangi ro'yxatdan o'tganlaringda mana bu hozir ko'rsatib o'taman. Kamini urvonida bo'lasizlar do'stlarim. Mana bu birinchi levelda bo'lasizlar. Undan keyin harakat qilib levelni oshirsalaring, so'ng mana bu levelga mana bu yerda ko'rsatib turadi, mana bu yerda. Hozir to'g'ri, mana shu yerda qancha o'yin ko'p o'ynasalaring, mana shu narsa ko'payib borib, sizni mana bu ikkinchi levelga tushishingizga yordam qiladi. Eronga tushsangiz, Eronda 001, bronzaga tushsangiz 002, silverga tushsangiz 006, goldga tushsangiz 250 ming, platinumga tushsangiz 1 taraxadan, diamondga tushsangiz 5 dan, masterga tushsangiz 30 taraxadan beradi. Hozir pul chiqazishni boshlaymiz. Pulni chiqazib qo'yamiz. Qani sayt ishonchli emasmi? Mana shularni hammasini tekshirib o'taman. Bu saytda men qachondan beri pul chiqazib o'taman. Bu sayt 100% to'laydi. Shu uchun saytda pul chiqazishda muammo yo'q. Buni bosamiz. Ana endi bizga kerak bo'layotgani 20 yu 2 qilaylik. 20 toshna tushsin. Mana ko'ramiz hozir qancha bo'ladi 20 miz. Withdraw tugmasini bosamiz. Men har safar pul chiqazganim uchun anonimdan kopiya qilib olib o'tarmadim. Mana bu yerda mana o'sha kopiya adresim bor. Mana shu yerda bitta kopiya qilsam, o'sha menga adresimni kopiyasini beradi. Mana ko'ryapsizlar. 22 soat oldin, 2 kun oldin, 3 kun, 4 kun, 5 kun, ko'ryapsizlar? 6 kun, 7 kun, 8 kun, 9 kun, 10 kun, 11 kun, 12 kun, 13, 14, 15, 16, 17 bironta kunim qolmagan. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasini chiqazib borganman. $4, $5 har xil. Mana hozir ham $5.56 pul chiqazdik. Hozir Binance'imga kelib tushadi bu pul ham. Ana endi nargi saytlardan pulni chiqazib qo'yamiz. Sayt manzili videosida kommentariyada bo'ladi. Bu ikkinchi saytimiz. Bu saytning ham manzili videosida kommentariyada bo'ladi do'stlarim. Telegram gruppamiz ham bor. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, Payr Money kanaliga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar do'stlarim. Bu saytdan ham gold levelidaman. Har soatda mana shu yerdan kapchani olaman. Pullarimni chiqazib olaman. Yana bu saytda o'yinlari bor. O'yinlarni ham hozir hammasini ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda mana. Bizga 11.55 bor. Bu yerdan ham pulimizni chiqazib o'tamiz. Bu yerda men har 2 kunda pul chiqazib o'taman do'stlarim. Mana bu yerda adresim bor. Kopiya qilaman. Kopiya qildim. Mana bu yerga adresni bosaman. Bu yerda hamma pulimizni chiqazib o'taman. Men Trompik saytida o'yinlarini ko'rsatib o'taman do'stlarim. Withdraw tugmasini bosamiz. Balansimizni bu yerda 0 qilamiz. Mana ko'rganlaringdek hozir pulimiz kelib tushadi. $2.54. Bu saytda ham xuddi shu bir xil Trompik bilan o'zi Trompikda qolgan narsalarni tushuntirib o'tamiz. Pullarimizni chiqazib olamiz. Endi 3-saytimizga o'tamiz. Ana endi bu saytimiz Litipik sayti do'stlarim. Bu saytdan ham pul chiqazib o'tamiz. Bunda ham har 2 kunda saytdan pul chiqadi. Bu saytning ham manzili video ostida kommentariyada bo'ladi do'stlarim. Mana shu 3 ta saytni juda aktiv qilib ishlasak, qayta qolgan saytlardan do'stlarim, bu saytlar ishonchli. Pulimizni joyida 100% to'lab beradi. Prosta bizdan ishlash xolos bu saytlarda. Ana endi bu saytdan ham pulimizni chiqazib o'tamiz. Bu saytdan o'zim ko'rsatib o'taman qancha pul chiqarganlarimni. Ana endi
Yana bu yerda kopiya qilaman yana adresimni. Bunda ham har 2 kunda $1, $2 qilib chiqazib o'taman do'stlarim. Ana endi Wezdraft tugmasini bosamiz. Tak, $8 mana bu yerda bilan hozir $9.57 ishladik mana bugunga. Mana shu 3 ta saytdan ko'rib turibsizlar mana. Pul chiqazgan bu yerdanmi mana istoriyalarni ko'rsatib o'tayman sizlarga. Har kunga chiqazgan pullarimni. Bitta zo'r strategiya topdim. O'sha strategiya keyinchalik videorolik qilib qo'yganimdan keyin ishlamay qo'ydi. Tak. Hozir uni ko'rsatib o'taman. Bu yerda $20 chiqazganman, $11, $13, $2. Hozir 3-siga o'tamiz. Let's go. Ketyapmiz. Tak. Mana bu yerda $50 chiqazganman. Mana bu yerda ko'rganlaringdek $50. Bu yerda $10, $6, $3.72. Yana ketyapmiz. $3. Mana bu yerda mana strategiya topgan vaqtim 181 chiqazganman bu yerda mana $181 chiqazganman. Mana bu yerda $534 chiqazganman mana bu yerda. 2023-yil ko'ryapsizlar, sayt hozir уже 2025-yil hozir ko'rgan bo'lsalaring. 2025-yil mana bu yerda mana $534 chiqazganman. Bu yerda $181 chiqazganman. Bu saytda u strategiya уже ishlamay qoldi. Videorolik qo'yganimdan keyin. Ana endi Trompik saytiga qaytamiz do'stlarim. Hozir o'yinlar bilan qolgan narsalar bilan ro'yxatdan o'tishlarini hammasini tushuntirib o'taman do'stlarim. Top pullarimiz kelib hamyonimizga tushguncha uni ham ko'rsatib o'taman pulimiz tushgan joylarini. Ana endi o'sha Trompik saytimizga qaytdik do'stlarim. Endi sayt bilan tanishib o'taman. Birinchi bo'lib saytga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun mana shu yerda depozit bo'limi bor. Mana depozit bo'limi mana. Depozitni ustiga bir marta bosamiz. Tak. Depozitni ustiga bosamiz. Bosdik, kirdi. Mana shu yerda bizga adres bergan mana. Ko'rib turibsizlar, adres. Mana shu adresni kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib oldik mana. Xohlasak Payeerdan, xohlasak Binance'dan xohlagan hamyonimizdan pul kiritsak bo'ladi. Mana bu yerga boyaman 7 tiraxa kirgizdim. Bu saytga просто sinov uchun 2 soat oldi. 16 tiraxa kirgizganman, 70 tiraxa kirgizganman. Mana ko'ribsizlar. 1 yil. Mana bu yerda mana 3 yil oldin kiritganim bu 15 tron kiritganman bu saytga. Mana ko'rib turibsizlar kirgizgan pullarimni depozit qilgan bu saytga men. Ana endi depozitni tushungan bo'lsalaring, bu yerda yana bitta anonimiz bor. Games bo'limi bor. Hammaga qiziq bo'lgan. Bu saytdan levelimizni qanday oshiramiz, qanday urovundan urovunga tushamiz. Mana shu yerda o'yinlarni o'ynasak, mana bu yerda o'zi menga 64,703 tron оборот qilganman bu saytda. Yona 609 578 eslab qolaylik mana. 578. Degi o'yinini ustiga bir marta bosamiz. Bosdik. 578 da o'z ko'ramiz mana. Bitta o'ynadik, yutqazdi, ikkita o'ynadik, yutqazdi, 3 ta, 4 ta yutdik. 5 ta, 6 ta, 7 ta. Ana endi qaytib ko'ramiz. 500 qancha edi? Mana уже tronimiz оборот bo'ldi do'stlarim. Mana bu yerda qancha ko'p o'yin o'ynasak, mana shu yerda bizni levelimiz ko'tarilib ketaveradi mana. Ko'rib turibsizlar, 610. 610 bo'layotgan bo'lsa, 610. Ana endi yana bu yerda o'yinlari bor, mana bu yerda karta o'yini bor. Tak, beka. 125 dan qilamiz, ha. Prosta o'yin ko'rsatish uchun bu do'stlarim. Tak. Ikkita, mana bu yerda pobeda berdi. 610. 610 bor edi balansmi? Tur koeffitsient ushladik, ko'rgan bo'lsalaring hozir. Tak, mana. Mana bu yerda o'sha koeffitsiyentlarni ko'rsatib ketaveradi mana. 2750 yutdik. Bu yerda tur koeffitsiyent ushladik. 00 turmin yutdik. Ana endi 610 bo'layotgan bo'lsa, hozir yana ko'ramiz. Mana. 616 bo'ldi, ko'rgan bo'lsalaring mana bu yerda. Mana chizib ko'rsatay hozir mana.
616. 616 mana bu joyimiz mana. 616. Yana bu saytda nimalar bor hozir ko'rsatib o'taman. Sting nastroyka hamda do'stlaringizni chaqirsangiz, mana bu yerda mana contacts bor. Mana bu yerda referalni silkangiz olasiz, do'stlaringizni taklif qilasiz. Har hafta bu yerda konkurs bo'ladi bu saytda. Ana endi o'tgan hafta kim g'olib bo'lgan, o'zi bilan ko'rib o'tamiz mana. Kayot. Ana shu odam birinchi o'rinni olgan, 22,000 TRX YouTube olgan bu odam. Bu odam qancha aylantirgan? 4 million tron оборот qilgan bu odam. Mana shu yerda levelini ko'tarish uchun 4 million, o'sha bu master levelida ham bo'lsa kerak, o'tib ham ketgan bo'lsa kerak. Ana endi buni referalni odami Mini Lizard. Buni taklif qilgan odam, mana buni taklif qilgan odam Kayotniki. Bu ikkovi profil ham o'ziniki. Men har hafta kuzatib boraman. Ikkovi profil ham o'ziniki, bir-biriga referalni qanday bo'lgan. Ana endi bu 11 yutgan bu, ko'rib turibsizlar. 11,000 TRX yutgan. Mana shu narsalar do'stlarim. Sayt manzili videosida kommentariyada bo'ladi do'stlarim. Kirib ro'yxatdan o'tinglar. O'zim yana pullarni ko'rsatib o'taman. Saytdan ro'yxatdan o'tish haqida ham ma'lumot ko'rsatib o'taman. Tak. Ana endi saytdan ro'yxatdan o'tish do'stlarim. Birinchisiga bizaga username, o'zingizga ism topasiz. Ana endi beka email pochtangizni kirgizasiz. O'zingiz email pochtangizni. Mana shu yerga parol kirgizasiz. Betga parolni yana bir marta shu tepaga kirgizgan parolingizni buni mamikka yana bir marta kirgizasiz. Ikkinchi marta o'shani o'zida qilib kirgizasiz. Undan keyin bitta o'sha referalni silka o'zi chiqib turgan bo'ladi. Sing up tugmasini bosasiz. Agar referal silkangiz bo'lsa, ro'yxatdan o'tolmaysiz do'stlarim. O'sha uchun kommentariyada sayt manzili bor. Shu 3 ta saytniki Trompik, Dogipik, Litipik saytini hammasiniki video ostida bor. Ana endi Sing up tugmasini bosasiz. Sing up tugmasini bosganingiz bilan sizni anunga olib kiradi o'sha saytga. Undan keyin o'zi hisoblab chiqamiz do'stlarim. Hozir konkretlarga ham kiramiz. Agar biz harakat qilib master urovniga yetib borsak, har soatda olayotgan bonusimiz qancha pul bo'ladi? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Keyin pulimiz kelib tushganini ham ko'ramiz, saytdan chiqazgan pulimizni. Bizga payerda hisoblash qulay bo'lgani uchun hozir biz tanlab olamiz. Tak. Tron bilan DRTni tanlab olamiz. Ana endi Kupitni bosamiz. Ana endi biz har soatda 30 trondan ishlasak, bizga $8.31 beryapti. Ana endi buni kalkulyatorga urib ko'ramiz. $8.31. Ana endi 8.31 ni ko'paytiramiz 24 ga. Biz kuniga 24 soatga 199.44 sent. Bu dollarda do'stlarim. $199 qarab $200 kuniga pul topsak bo'lar ekan. Mana shu saytni o'zidan do'stlarim. Bu juda ajoyib. Ana endi Hatiyab Platinumga yetib borsak, hozir uni hisoblab chiqamiz. Hatiyab Diamondga. Mana bu yerdagi Diamond. Harakat qilib, depozit qilib, kirgizib, o'yinlarni o'ynab, Diamond leveliga yetib borsak, 5 dan beryapti 1 soatga. Ana endi hisoblab chiqamiz uni. Agar bizga sayt soatiga 5 TRXdan bersa, $1.39. Endi kalkulyatorga o'tamiz. Ana endi $1.39 ni ko'paytiramiz 24 soatga. Kuniga $33. Bu juda ajoyib do'stlarim. $33.36. Ana endi $33.36 ni ko'paytiramiz 1 oyga 30 ga. Biza o'zi tochni $1000 bir oyga shunday o'yda o'tirib, har soatda kapchamizni bosib qo'yib,
bonuslarni olib, mana shunday pul topsak bo'lar ekan. Bu saytdan pul chiqarish uchun sizga yoki referal yoki biror nima so'ramaydi do'stlarim. Cash point yoki tovuq boqib allaqancha pulni kirgizib qo'yib turib, keyin pulni chiqazolmay yurganlar allaqancha do'stlarim. Shu uchun bu saytda referal yoki cash point biror nima so'ramaydi. Shu uchun prosta saytni hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerdagi levellar bu. Mana shu levellardan o'tib, mana shu yerda уже ko'rsatib turadi, qancha o'yin o'ynadingiz, nima qildingiz, hammasini ko'rsatib o'tadi. Men 64703 taraxa оборот qilganman bu saytda men. Shu uchun men gold urg'inidaman. Harakat qilsalaring, agar diamondga tushib ketsalaring, bu juda ajoyib do'stlarim. Platinumga tushsalaring, har soat, har kun 24 soatga tak birdan bo'lgan taqdirda hozir buniki 2 yu qancha bo'lyapti? 27 sent ekan. 27 yo'li 27,5. 0,27,5 sent ekan. Bir taraxa narxi. Bu вообще ta bomba do'stlarim. Qarab, kuniga $5, $6 pul topasizlar. Sayt manzili videosida kommentariyada bo'ladi do'stlarim. Payermani kanaliga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar do'stlarim. Bu saytda prosta tak kirasizlar, mana shu yerda o'yinlar bor. O'yinlarni o'ynaysizlar, всё mana. Ko'rib turibsizlar, ikkita yangi o'yin qo'shilibdi. Bitta kino bilan Sekbomoq shunaqa o'yin qo'shilibdi. Barchaga omad. Kimga qiziq bo'lsa do'stlarim, mana shu saytda level ko'tarish uchun strategiya, taktikalar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, bitta laykni qo'yinglar, kommentariyaga yozinglar. Вообще bomba strategiyalar bor, taktikalar bor, ularni ham qo'yib boraman do'stlarim. Litipik saytda ko'rgan bo'lsangiz, strategiya normal ishlaganmanda strategiyam, sarmoya kiritganim yo'q saytga. 500 qancha dollar, 100 qancha dollar chiqazganman bu saytda. O'sha uchun videorolik qilib YouTube'ga qo'yganim uchun strategiyam ishlamay qoldi. Agarda kimga qiziq bo'lsa, mana shu sayt videoni ostida Telegram gruppamizni ham tashlab qo'yaman. Telegram gruppaga kirib strategiya yozsalaring, qo'ldan kelgancha bu strategiyalarni sizlarga tashlab beraman. O'ynab ko'rasizlar do'stlarim. Sayt manzili videosida kommentariya bo'lib, barchaga omad.